Hayatlık istirelkisi yana bir davandan halkıp ötdi. Biz vaqt kalendarının bir varaqını yırtıp taşlap, yeni bir betni etiş aldıda turmaqtimiz. Yorgu yıllar bizge hitap qilmoqda. Ey insanlar! Ecdatlarınla vaqtni bilish, vaqtdan unumli foydalanish uchun vaqtning tarixini yezib chiqqan. Vaqtning qimmatini o'lchaydigan minut, sekund, kech kunduz, oy, yil, asr, era degandek vaqt birliklarini yaratgan. Men sizlar qandoq hisoblasanglar, shundoq hisoblana olayman. Ammo hargizmo qimmatimni o'zgartirish qo'yida bo'lmayman. Hech kim mening qimmatimni ham sur'atimni o'zgartirmaydi. Faqat o'zgardigini men sizlarga hadiya qilgan chiroyinglardagi talayjillarning iznasi bo'lmish yo'l qo'riqlar va chochlaringlarga sanchigan otlardir. Har yili har bir insonning yoshiga bir yosh hadiya qilaman. Men bu jarayonda ularga nurg'un fursatlarni beraman. Aqlli insonlar menda qanotlana oladi, parvoz qila oladi. Aqlsiz insonlar bo'lsa, meni his qilishga qodir emas. Shunga ular mening kelish va ketmishim bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Men sabr toqatliklarga asaldan tatliqman. Toqatsizlarga o'g'idan ochiqman. Men apuchan, oq ko'ngil, mardona kishilarning qalbiga oz bo'lmagan xo'shalliklarni taqdim qilaman. Makkor, shaxsiyatchi, hasadxo'r, manmanchi kishilarga bo'lsa, azob markaliq yo'l xetidan boshqani so'q qilish qo'limdan kelmaydi. Men insoniyatning o'rtaq manfaati uchun to'kib qo'shganlarning ish izlarini asrlar bo'yi naqsh qilib o'qiyotman. Ularning nom sharifini cho'qim irolarga birga elib boraman. Men vaqtdan iborat boyligimni hamma odamga o'xshash bergan bo'lsam-mu, biroq foydalanish o'xshash bo'lmadi. Ba'zilarning kallasida vaqt hukmi yo'q. Shunga vaqtning qanotlarida ular yo'q. Mening vaqtim sizlarga hammani bera oladi. Shundaqla hammani elib keta oladi. Mohiyatda behud o'tayotgani mendagi vaqt emas, aksicha sizlardagi umrdir. Bu qisqa hayotlikda o'zaro mehr-muhabbatlik bo'linglar. Ulug' vatanga cho'nqur minnatdorlik bildiringlar. Atalar bo'lsa so'ygu darxi. Ulardan yuksaklikni his qilinglar. Sizlarni dunyoga ofrida qilgan ashu onalarni qadrlanglar. Onalarning ulug'ligini insonlarning ig'izidan emas, keng tabiatdan anglab yiqinglar. Quyosh, onalar mendanmi bak nurliq deydi. Oy, onalar mendanmi bak chiroyli deydi. Buloq, onalar mendanmi bak xosiyatlik desa, daryo, men ussigan joylarga suv yetkazib berishni onalardan o'rgangan dedi. Gul, xushpuroqlarimning manbasi onalardir desa, yulduzlar biz aslida onalarning ko'z nuri edik deydi. Dengiz mening bag'rim onalarninkida kengri bo'lgan bo'lsa, murodimga yetatdim deb nido qilsa, ko'rik biz onalardek chidamchan bo'lgan bo'lsak, ishchilar bizni remont qilmagan bo'ladi deyishmoqda. Qor biz har qancha qilibmi rangimizni onalarning qalbidek oqartolmadik deb voysimoqda. Sham men badal to'lashni onalardan o'rgangan deb pichirlamoqda. Qushlar onalarning qalbidagi mehr-muhabbat bizning naqshi buluqimizdir deyishmoqda. Shunisilar balalik burchimizni ado qilamiz deydikansizlar, vaqtni qadrlashni 100 metrga yugurish mohirlardan, qaysarlikni bo'ron chapqulliq, qorliq tog'larda vatanimiz chegarasini qo'g'dayotgan ofitser jangchilardan, mehribonlikni istutaksiz jang maydonlarida hayotini qo'liga ilib qo'yib, jafoliq xizmat qilayotgan doktor sestralardan, oddiylikni bo'lsa biz uyqumizni uxlayotganda tunni yerib qo'pib, ko'ch-ko'ylarni tozalayotgan tozliq ishchilardan o'gininglar. Bu bir yilda texmi baxtli bo'lishinglarni orzu qilaman. Inoqlik va mehr-muhabbat baxtning ultishidir. Mehr o so'g'uqda to'ngib ketguvchiga bir poch cho'g'. Mehr o to'miz issiqda usab ketguvchiga bir qochi do'g'ab.
Mehr o insan qalbini bir-biriga bağlaydigan nurluq rishta. Mehr o insan balısının adamiylik muqamiga yetib berish safirdagi kimligi. Mehr o eng illiq damlangan bir piyola choy. Shunga qalbinglardagi mehr muhabbat o'choqlarida mehr muhabbat chayini qaynatib, qo'llardan qo'llarga, yo'llardan yo'llarga, dillardan dillarga sununglar. Dünya teximi avatlasın, turmuş teximi güzelleşsin, hayatınla öz qimmatini tapsın. Ben qadam izinglardan ungan xushpuraqliq gullarnimi, tikanlarnimi xotirlayman. Vaqtim sizlarni ilib ketarligini bilan sizlardan qolgan yaxshilikni, mehr muhabbatni, hikmatni, ijodiyatni ilib ketolmaydi. Aksicha, har vaqt sizlarga xitob qilib, hayotinglarni mangulikka erishtiradi. Şunu sizlar ölmeslikning doğrusunu teyiplarning doğru haltısından emas, belki mening vaqt yopurmaqlarimga yazman hikmetleringlardan ve acır mehnetleringlardan izdanglar.